Yo, hammaga salom sizlar va men Shahriyor sizlar Shahriyor Minecraft kanalisilar va bu begona yuzlar ikkinchi qism. Va o'tgan qismda biz cholni topib olgan edik, faqat cholga qaysi variant bilmayman, lekin men yaxshi sekin uyga qaytishni tanlayman, chunki o'sha tun ham tugay deb qoldim va men tezroq qaytishim kerak. Tinchgina ketganim ma'qul do'stlar. Chunki aralashim kelmayapti. O'zini ishini qilaversin. Do'stlar, sizlar ham kommentariy yozmabsizlar unchalik ko'p nima qilishimga. Shuning uchun ham men shunchaki uyga qaytaman. Xo'sh do'stlar, bo'lmasa qani ketdik, hozir qaydan kelgan edim? Yo'q, eslolmayapman do'stlar. Eng muhim ana bu qishloqning eshiklari bo'lsa, ketdi hozir mana. Shu yerda mening uyim bo'lishi kerak do'stlar. Ana mening uyim. Turroq uyim hali yo'q, endi quraman. Mana endi quraman do'stlar, qani ketdik. Qishloq baribir ham o'ta ajoyib. Xo'p, mayli. Qishloqni aylanamiz balki. Mo'rlardan tutun chiqyapti. Qishloq doimgidek jonli, tirik. A few moments later. Kerak va ichida hech qo'yaman, albatta hech qo'yib olmaydi. Xo'p, bu xarita. Biz qayerga ekanligimizni bilmadim. O, do'stlar, qaranglar. Pastda kichik qishloq ham bor ekan. Mana bu katta bizning qishlog'imiz. Pastroqda esa o'ta kichik qishloq va mana bu sahro bo'lsa kerak yoki bilmadim, ham oqon sirmaga kelingan sahro bo'lsa kerak. Do'stlar, mening uyim ham qaydadir shu yerda bo'lsa kerak yoki mening uyim yo'qmi ekan? Xaritaga ko'ra bu hali qasr bo'lsa amakimning uyi yoki bitta monitorovda bo'lsa kerak. Mana shu amakimning uyi. Bitta mana shu yoki mana bu amakimning uyi bittasi. Chunki chekkaroq edi, endi bo'lsa. Shuning uchun ham bitta mana bu bo'lsa kerak amakimning uyi do'stlar. To'g'rilab qo'yaylik. Shunday turibmi? Mana to'g'rilandi. Xo'sh. Demak, taxminimga ko'ra mana bu kulrang joylar ular qaytilgan bilan toshli joy bo'lsa kerak, hamma. Bilib oldik. Endi esa uning qasriga kirib ko'rishga harakat qilaman do'stlar. Qani ketdik, bo'lmasam qasr qani mana ko'prikga o'tib olay. Hoppa do'stlar. Bu haligi Leo bo'lsa kerak. Nega turibdi, tushunmadim. Kompyuterim bo'lgan faqat ishlatmagani uchun o'chiq. O'tgan sari do'stlar yoniq edi. Yo'q. Kompyuter ishlarkan Leo. Albatta ishlaydi, uzoqroq tur. Hop. Juda bo'lmadi demoq shekilli. Leo, nima kerak? Biz amakim yo'qolib qoldi. Uni ko'rmadingmi? Leo, yo'q, mayli. Mabodo sen kitobni ko'rmadingmi? Yo'qotib qo'ydim. Biz, yo'q, qanaqa kitob? Leo, mayli, unut. Balki senga nomi kerak bo'lar. Kitobimning nomi Esharotta. Do'stlar, eslab qolinglar. Leoning kitobining nomi Esharotta ekan. Bu nima? Qanaqadir aylanadigan narsa, mexanizmmi bilmayman. Suv lekin sal ishlamayotganga o'xshayapti. Kitob so'rayapti. Qanaqadir Esharotta degan va mayli Leo, xafa bo'lma, lekin men senga yozib yordam bera olmayman. Bu o'sha robotlar hech o'zgargani yo'q. Do'stlar, menga shuni tuyulyapmi? U yerda kimdir bormi? Kimdir bor, lekin kim ekanligini bet ko'rmayapti yaxshi. Qo'y borligini ko'ryapman, qo'y emas, men buni aytyapman. Qaranglar, ashinchida nadir bor. Yaxshilab qaranglar, kimdir qanaqadir ig'roq bor. Agar uni kimligini ko'rgan bo'lsangiz, kommentariyga yozib qoldiring. Tasvirlabda. Mayli, biz birorta yo'l bilan kirib ko'rardik, lekin mana bu robotlar bizga qayga borishimizni qat'iy nazar bizga qarashyapti. Xo'sh, sekin yondan o'tib yuraylik ekan. Voy. Meni ham qashim bor, bolalar, kelinglar. Bular bo'lmasa ekan. Gavarit qilaylikchi, gaplashib ko'raylikchi. Iltimos, keting. Tushunarli. Mayli do'stlar, ochalik kelinglar, bizga ortiqcha muammo kerak emas. Shuning uchun ham o'zimizning uyimizni quramiz. Do'stlar, sizlar so'rayotgan bo'lsanglar kerak, nega amakim yo'qolib qoldi deganimni. Lekin bu xayolimiz bo'lsa kerak, bilmadim yana. Rost amakimiz yo'qolib qoldimikin? Voy. Agar amakimiz yo'qolib qolgan bo'lsa, bu biz uchun katta muammo bo'ladi do'stlar. Xo'sh, mayli, ketdik. Birinchi o'rinda uy quramiz. Daraxt bor, beryoza daskam bor, jichchi daraxt yig'amiz. O'tgan sari hamma daraxtlarim mana bu uyning zaborlari ishlatib oldim do'stlar. Lekin yaqinda o'rmon ham bu yerda qolmaydi. Shuning uchun ham
har ekilgan mayli chopilgan daraxtning o'rniga yangi daraxt o'rnatish kerak do'stlar. Bo'lmasam o'rmon degan nomi qolmaydi. Bu yerga bitta, bu yerga ham bitta va mana bu yerga ham bitta daraxt o'rnataman. Chunki har ekilgan daraxtning o'rniga 10 ta yangi ekilishi shart. Chunki o'rmon degan nom qolishini istamayman. Haqqim bo'lsin istayman do'stlar. Xo'p, mayli, kelinglarchi bu daraxtni sindirib ko'ramiz. Xo'sh, nima deb o'ylaysizlar do'stlar? Uyim qanday chiqadi? Yaxshi chiqadimi yoki yomonmi? Men harakat qilaman uyni chiroyli qilishga. Xo'sh, daska. O, ana daskalar tayyor. Endi mana buni olib turamiz versakni. Buni ham bo'ldi. Versakni где-то mana bu yerga qo'yib turamiz. Sandiqning yoniga va uyni qurilishini boshlaymiz. Где-то uy uyning boli chiroyli chiqdi, lekin uyni faqat yog'ochdan qurish niyatim ham yo'q do'stlar. Sal chiroyliroqli uyinglar yaxshi konga borib kelamiz. Kon qidiramiz endi. O daraxt bor ekan, palka kerak qoladi. Mana daraxtning ekinlari ham kerak bo'ladi. Keyinroq ekib yangilarini. O, mana. Kon ham borga o'xshayapti. Katta ekan, sekin yiqilib tushmaylik. O, ugul bor ekan. Kerak qoladi do'stlar. Yana bo'ldi, ugul tugadi. Xo'p, bu konga yanroq chuqurroq tushishimiz mumkin. O qandaydir men bilmaydigan rudalar. Kon, lekin menga uncha zinapaya yoki shunga o'xshagan narsa kerak bo'ladi. Chunki tushgandan keyin qaytib chiqa olmasligim ehtimoli bor-da. Zinapaya qilardim, lekin qanday zinapaya qilaman bu yerda hozir. Mayli, bitta yo'li bor bo'lsa. Nima aytdim tushamiz do'stlar? Kavlab. Voy, yiqilib tushdimi? Bu qanaqa ruda o'zi? Sinarmikin jeleznikida. Solar stone. Buni nimaligini bilmayman. Mayli, bitta olib olaylik, sekin sinarkan hammasini olish niyatim yo'q. Tun ham tushyapti do'stlar. Maslahatim sizlarga do'stlar, tunda ko'chada o'ynab yurmanglar deydi-yu. Solar stone'imiz bor, qani endi ketdik. Bu yerda boshqa qolish niyatim yo'q. Va men endi qorong'udan qo'rqadi deb o'ylamanglar, shunchaki uyga qaytmoqchiman. Va amakim rostdan ham yo'qolib qoldim, yo'qmi tekshirmoqchiman. Chunki men amakim yo'qolgani haqida hech qanday ma'lumotga ega emasman. Hoppa, amakimizni ko'ramiz. Xo'sh. Voy, bu yerdan chiqib olmayapti-yu. Mayli, ketdik. Amakimiz bizga maslahat bergan, tunda o'rmonda yurma deb. Xo'sh. Amakimiz rostdan ham yo'qmi, bormi tekshirib ko'ramiz. Xo'sh. Amakimiz yo'q, cholmi? O'rmondagi chol. Kelaver. To'xtanglar. Sen kimsan? Men cholman, chol. Qo'shningiz. Gaplashib ko'raylikchi. Ha, salom. Haligi uy ochiq ekan kiraverdim. Bir kecha tura qolay yoki tunab qolay bo'lsa kerak do'stlar, mayli. Ertaga ketaman. Bizda tanlov bor. Yo'q, ket deyishimiz mumkin yoki mayli qolaver. Yo'q, ket desak, u chol qo'lda batal o'rmonda nima qilayotganda meni sal qo'rqityapti-da chol. Shuning uchun bu xato bo'ladi. Keling, mayli qolaver deylik. Amakimiz yo'q o'xshayapti rostdan ham bo'lsam. Bilmadim nima qilardim, mayli qolaver. Rahmat. Kel, yonimga o'tir. Men senga ertaga aytib beraman. Ertak? Xohlasang ishon, xohlasang ishonma. Mayli, hozir uxlamaylik, yonida eshitib o'tiramiz yaxshi. Gapiraver. Xullas, qishlog'imizda ovchi bo'lardi. Ovchining bir qiziq hobbisi bor edi. Xo'sh, ov qilar edi. Xullas, kunlardan bir kuni u o'zining qizini olib ertongda o'rmonga chiqdi ov qilgani. Lekin nima bo'lganini bilmaydi hech kim. Lekin o'rmondan faqat uning qizi qaytdi. U qizcha edi va u mening yonimga yugurib keldi. Va uning orqasidan qandaydir qora nima desam ekan, plash kiyimdagi siluetlar, ya'ni soyalarni ko'rdim. Ular qizcha olmoqchi bo'ldimi bilmadim. Lekin olisha olmadi. Chunki ular mendan qo'rqqan deb o'ylayman, chunki kelishmadi-yu. Lekin ular qizchani aniq qo'rqishgan edi. Qizcha qo'rqqan edi. Uning otasiga nima bo'lgan edi? Do'stlar, eng qiziq joyda uxlab qoldim. Men shot qilyaptim. Yo'q, shunaqa ham bo'ladimi? Eng qiziq joyda uxlab qolish-a?
Mayli, o'zim ham uxlaylik, charchab ketdim. Do'stlar, men ham turib oldim. Ana endi ketsak ham hisob. Chorqani yoki qariya shunchaki tushimga kirganmi? Yo'q, tushimga kirmagandir. Ertaga aytib beradi-yu. Mayli. Uyni davomini keyinroq o'zim qurib qo'yaveraman, do'stlar. Zo'r chiqadi, hal ko'rasizlar, zo'r uy quraman. Menga hali qasiq-qisiqtiryapti. U yerda kimdir kecha ko'rgan edim. O'sha qasrga kirishim kerak, do'stlar. Men o'g'rilikka tushdi deb o'ylamanglar, prosta-da. Shunchaki u qasr qandaydir sirli va ajoyib ekan. Hal yo'ldan o'tib olaman. Voy. Hoppa, chiqib olamiz, do'stlar. Leo hali ham turibdi. Sochlar aniq turibdi. Sekin mana o'tamizda chekkadan sekin yashirincha kiramiz, do'stlar. Wow, do'stlar. Do'stlar, u yerda kimdir bor. Sekin boraylik, kim ekan? Kimdir mana ajdardagi qarab turibdi. Sen kimsan? Sen kimsan? Yo, bu qandaydir qizmi, elfmi, nima bu? Bet oppoq ekan, kim bu? Maruel. Tushundim. Maruel, salom, sen kimsan? Biz shu savolni senga bermoqchi edim. Maruel. Men Maruelman. Men esa Shahriyor Maruel. Bu yerda nima qilyapsan? Axir bu yer qattiq qo'rqinadi-ku. Men suv o'tadigan joydan kirdim. Maruel. Tosh tagiga nimadir bor. Lekin magma issiq ekan, olmayapman. Yordam berishim mumkin. Maruel, rostdanmi? Agar toshni olsang, menga katta yordam bergan bo'larding. Do'stlar, bittasini tushunmadim. Qanaqa tosh? Qanaqa magma? Men magma aytgandim. Lekin men haligina aslanaslar salomon ko'rmanda qanaqa tosh yana. Magma dedi, magma eng ko'p. Do'stlar, u yerda bilmayman, nimadir bor ekan rostdan. Faqat norish muammo. Chunki u hamma yoqdan magma bilan o'ralgan. Bu yaqin kelsa ham kuydiradi. Men voy ko'tardim, lekin bu qilib beryapti. Eng oson variant magmani sindirish. Opa. Hech kim mendan xafa bo'lmaydi deb o'ylayman. Bu oddiy magma edi-ku, oddiy. Har doim bo'lib turadigan ish. Hoppa qilib olamiz. Iz qoldirmaymiz, do'stlar. Mana buni sindirib tashlaymiz va magmani joyiga qaytarib qo'yamiz. Yo'q, kimdir siz qo'sachi kelinglar, shuni to'g'rilab qo'yaylikmi? Yo'q, olamiz. Xo'p, bu qanday tosh? Nima bu nomi? Mana. Solarstone bu emas mana. Fire Resistant Gem. Shuni aytganmiding? Sen uni qanday olding? Shu oddiy kirkamni yordamida magma blokni sindirib, vaqtinchalik olib turdim va undan so'ng qaytadan qo'ydim. Rahmat. Mayli, buni nima kerak hozir ko'rib beraman senga. Bu olovga qarshi agnistoix berar ekan. Bunisida lavani ustaymish mumkin. Bir tekshirib ko'raychi. Rostdan do'stlar, qaranglar. Olovni suribman, bu tosh menga olovga qarshi chidamlilik berar ekan. Zo'r tosh ekan-ku. Men bu toshga 10 dan 10 qo'ysam kerak, yaxshi tosh ekan. Mayli, lekin biz va'da berganimizdek Maruelga bu toshni qaytarishimiz kerak. Hozir. Mayli. Tosh menga yoqqan edi, mayli. Ushla Maruel. Kelishganimizdek meni. Sen o'zi kimsan? Degan savol bor. Bu yerda nima qilyapsan? Axir bu yer qattiq qo'rqlanadi-ku. Men Voy, qo'rqishlik kelyapti. Mayli, Maruel. Siz qochganga o'xshayapti. Yana uchrashamiz. Sizlar qo'rqishlarni ko'rdingizmi? Derazadan qarab turgan ekan bittasi. Quyruq oldi meni. Hop. Qochamiz do'stlar, srazu. Hop. Men bu kirib turaman. Endi o'tirib olaman. Kimni uy ekanligini bilmadim. Uyga o'xshamayapti lekin bu. Hech kim qarshi olmaydi bu qo'rqon. Qanjim. Jimjit deymiz do'stlar. Chiqib ketmayaptimikan? Bu yer ko'radigan boshni shekilli. Bu yerdan kuzatish uchun bo'lsa kerak. Agar nimadir bo'lsa, bu yerga chiqib kuzatish mumkin ekan. Bu yerda qandaydir ekinlar bor ekan, qirol bu yerga yaxshi qarashni bilish mumkin. Bu yerda esa bu yerda qishloq, uy to'sib qo'ydimi borligini. Bu yerda esa qayerda ekan? Bu esa qasr, Maruel. Shu yerda ko'rgan edim, lekin
Boshqa askarlar to'planmayapti unchalik ko'p. Bitta askar ko'p qolish qilib men o'g'ri deb qochib ketganimni bilsa kerak. Men o'g'ri deb o'ylagan bo'lsam, lekin o'g'ri emasman-ku men. Bu yoqdan ham nimadir ko'rinyapti. Mayli. Sekin tushaveramiz. Zo'r joy ekan, yaxshi hech kimning uyi emas ekan. Bo'lmasa meni uyning egazi yaxshigina so'kib yurardi. Chunki biron uyga bostirib shartta kirib bo'lmaydi-da. Chiqamiz. Men boshqa ishdan chiqib qo'yibman. Mayli, ekinlar ham bor ekan. Men sekin chiqib olaman hozir do'stlar. Oppa. Marvel kimligi baribir ham sirligicha qoldi. Neden u o'sha yerda ishlasa kerak? Masalan, nima desammikin? Xullas o'zingiz ham tushundingiz bo'lmasa do'stlar. Shu bilan do'stlar begona yuzlarning ikkinchi qismi ham o'z nihoyasiga yetib bormoqda do'stlar. Bu videoni oxirigacha ko'rganingiz uchun katta rahmat va kommentariyaga yozib qoldiring. Xo'sh, 3-qismda nima qilaylik? Uyni kuchaytiraylikmi yoki amakimizni qidirishni boshlaylikmi? Qolganlardan hammadan so'rab. Mayli, sizlar va men Shahriyor edim va qandaydir chol edi, Leo edi. Ana uyning yonida turgan qandaydir bitta katta odam edi, bilmayman, taniyman, qanaqadir odam. Ichida robot va Maru edi. Hammaga xayr do'stlar. Va ikkinchalik. Daraxtga qo'yaylik. Hammaga xayr.